Andijon do'stlar, Andijon o'tgan mavsum kubok sohibi va bu mavsum Osiyo o'rnatilgan tribuna tomonidagalik ko'rdi, ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boryapman. Andijon tashrif buyursa, muxlislari ham katta armiya bilan borishni baribir hamma biladi-yu. Shu uchranishi hamma uchun hayajonli. Muhammad Anas Hasanov esa to'pni markazdan o'yinga kiritdi. Ekranning chap tomonidagi darvozani qo'qonliklar qo'riqlashadi. Birinchi bo'limda Andijon esa o'ng tomondagi darvozani tanladi. O'yin boshlandi do'stlar. Barchangiz yaqinroq keling. Barchani Hasanov yo'l bermadi. Muhammad Anas Qo'qon tarkibidagi birinchi taymda hozircha eng zo'r o'yinchi va Xolto'rayev ham yomon o'ynayotgani yo'q. Xolto'rayev zarba yo'llandi uzoqdan, ancha xavfli. Qilishni topdi, lekin to'p juda kuchli bordi darvoza tomonga. Uzunma har qanday jamoani qiynaydi. Jasur Xolto'rayev hujum chizig'i vakillari orasida ajralib turibdi. Beshimov hali unchalik ko'zga tashlanmadi. Bu Aliyev jiddiy tayyorgarlik. Mexanovichdan zarba xavfli va ajoyib seyv. Azizxon Isoqov. O'zi Ismoil yurishdan Mexanovich varianti qolayotganda, menimcha ko'pchilik sezib qoldi shu yerda. Zarba mukammal chiqqan. Shayqulov G'ullamovdan uzatma ko'ramiz. Bosh bilan zarba va gol do'stlar! Qanday gol! Andijon hisobni ochmoqda. G'ullamovning uzatmasidan keyin Turdimurodov gol urdi bosh bilan. Bu safar darvozabon yo'nalishni topa olmadi. Azizxon Isoqov. Takrorni ko'rsak, hammasini tushunib, bir boshdan ko'rib olamiz. Hujum. Hozir himoyachilar endi aytgandim, ikkinchi qavatda qiyin bo'lishi mumkin deya yo'q. Uzoq masofadan bosh bilan gol urib ketyapti Turdimurodov. Markaziy hujumda joylashtirildi Turdimurodov. Andijonning mavsumdagi Ichlar stadionida juda urib bermoqda. Joylashtirildi Turdimurodov. Andijonning mavsumdagi ilk golini urib bermoqda. Va e'tibor bering, Qo'qon 912 muxlislari stadionda juda ko'p. G'ulamovga keldi. Oqsa uzatma, yengil uzatma, bosh bilan zarba yutib chiqdi. Turdimurodov havodagi kurashda yutib chiqdi. Unga qarshilik ko'rsatishga intildi himoyachi, lekin u kechikkan edi. Yuqori 9likni uzoq masofadan bosh bilan aniq nishonga ola oldi 7-raqam egasi. Kelasam fursat bor. Qosimov darvozaga katta ehtimol bilan xuddi shunday va yaxshi va barobar do'stlar. Hisob tenglashmoqda. Qo'qon 1912 javob qaytardi. Qanday o'yin? Va Andro Georgadze yana gol urmoqda. Yana Qo'qon 1912 uchun gol urib bermoqda himoyachi. Baxtiyor Qosimovning foydasi deymiz-a buni. Qanday zarba yo'lladi. Georgadze zo'r o'yin do'stlar, ajoyib o'yin. Ajoyib qarama-qarshilik. Biz birinchi taymda hozircha ikkita gol ko'rdik va bu haqiqiy derbi. Bu haqiqiy vodiy derbisi. Hakam ham mazza qilib boshqaryapti. Dostonbek Rahmonov. Kuzatishingiz mumkin. Takrorni kutgan edim men. Xo'sh, var kuzatib oladi. Zarba dahshat, sho'ng'idi pastga borib, menimcha ofsayd yo'q do'stlar. Bo'ldi taym oxirigacha mana shu chiziqda o'tirib grafika hosil qilingan. Zo'r bo'lim do'stlar. 15 daqiqa tin olib olamiz va qaytamiz. Uzoqlashmang do'stlar. Darvozabon sal kechikdi. Keyinroq esa 43-daqiqada 7 daqiqa o'tib Andro Georgadze
hisobni tenglashtirdi. 1-1 hisob qanday tenglashganini ko'rdingiz. Jarima zarbasidan Baxtiyor Qosimov juda kuchli zarba yo'lladi. Valijon Rahimov qaytargan to'pga birinchi bo'lib Georgadze yetib keldi. Va Qo'qon mana bu yerda Xolto'rayev, Jasur Xolto'rayev o'yinda variant bor. O'zi zarba yo'lladi Xolto'rayev. Takrorni ko'rib boramiz. Ko'rsatib qo'yishdi mana. Shundan sal ortiroqdan Qosimov yo'llagan zarbadan keyin golga erishdi Qo'qon. Mana zarba darvozabon qaytardi. Bu safar darvozabon Salimov endi pozitsion ko'rinish oladi. Hujumning boyagi tezligi yo'qoldi. Mana bu yerda imkoniyat bor. To'q darvozabon uchun varishga tushishi mumkin, ko'rib chiqadi. Mana bu yerda havoda qo'pollik ishlatilganmi yoki yo'qmi deya. Menimcha yo'q. Lekin Rahimov kutmagandi to'pning o'tib ketishini. Qilmasligi uchun mayda follarga qo'yib berish aytilgandir. Nega APL har narsaga to'xtay bermaydi. Abdurahimovning zarbasi yerga bir sho'ng'igani uchun xavfli ko'rindi. Joyli o'ynadi, Akramovga keldi to'p. Zarba berilmaydi. Pozitsiya o'zgarib ketdi, o'ng qanotga ko'chirildi. 3 daqiqa vaqt qo'shildi. Birinchisi singari Alisher Salimov yuqoridan ko'tarib berdi. Mana bu xavfli bo'lishi mumkin. Himoyachi birinchi bo'lib tegayapti to'pga. Rahimov qanotga. Biroz qaltis vaziyat. Hakam mana shu qo'shib berilgan vaqtdagi o'zgarishlar o'rnini ham to'ldirdi va final qishlagini chalyapti. Dostonbek Rahmonov va uchrashuv yakunlandi do'stlar. 1-1. Vodiy derbisi birinchi turdagi derbida 1-1 ko'ryapmiz hisobni. Va lekin yaxshi o'yin bo'ldi do'stlar. Raqobat ancha yaxshi. Ikkala murabbiy bir-biriga rahmat aytyapti. Superligamizda birinchi tur uchrashuvlari davom etyapti.